Agar siz 65 yoshdan oshgan bo'lsangiz yoki ota-onangiz, bobo-buyingiz pensioner bo'lsa, bugungi ma'lumotni oxirigacha eshitishingiz juda muhim. 2026 yilda pensionerlar uchun eng katta masala faqat pensiya oshadimi yoki yo'qmi degan savol emas. Eng muhim savol shunday: siz qaysi guruhga kirasiz va shu guruh bo'yicha qanday huquq, qo'shimcha to'lov, qayta hisoblash yoki cheklovlar sizga ta'sir qiladi. Men bugun sizga pensionerlarning bitta asosiy guruhini oddiy tilda tushuntirib beraman. Kim xavotir olish kerak, kim bemalol bo'lishi mumkin, kim hujjatlarini zudlik bilan tekshirishi kerak, kim esa pensiyasini qayta hisoblatib qo'shimcha pul olishi mumkinligini misollar bilan ko'rsataman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam pulini, huquqini va asabini saqlab qoladi. Oldin ko'pchilik pensionerlar pensiyani oddiy bir narsa deb o'ylardi. Yoshga yetdim, ariza berdim, pensiya tayinlandi, har oy pul tushadi. Lekin amalda pensiya tizimi bunday sodda emas. Pensiya miqdoriga ish staji, rasmiy ish haqi, sug'urta badallari, imtiyozli davrlar, bolalarni parvarish qilgan vaqt, harbiy xizmat, mehnat daftarchasidagi yozuvlar, korxona arxiv hujjatlari, hatto odam pensiyaga chiqqandan keyin ishlashda davom etgan yoki yo'qmi? Bularning hammasi ta'sir qiladi. 2026 yilga kelib asosiy o'zgarish shundaki. Pensiya masalasida hamma bir xil degan yondashuv tobora kamaymoqda. Pensionerlar amalda turli guruhlarga ajraladi. Bir odam faqat yoshga doir pensiya oladi. Ikkinchi odam ishlashda davom etadi. Uchinchisi nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov oladi. To'rtinchisi esa staji to'liq tasdiqlanmagani, hujjatlar yo'qligi yoki xorijda ishlagani sababli muammoga duch keladi. Shuning uchun men bugun sizga erta guruhni alohida tushuntiraman. Siz o'zingizni shu guruhlardan biriga qo'yib ko'ring. Agar ota-onangiz 65 yoshdan oshgan bo'lsa, ularning holatini ham solishtiring. Birinchi guruhga eng ko'p uchraydigan pensionerlar kiradi. Bular 65 yoshdan oshgan, pensiyaga chiqqan, hozir rasmiy ishlamayotgan va har oy yoshga doir pensiya olayotgan fuqarolar ko'pchilik shu guruhda bo'ladi. Bu guruhdagi odamlar uchun eng muhim masala: pensiya to'g'ri hisoblanganmi? Minimal kafolatlar inobatga olinganmi? Staj to'liq kiritilganmi? Indeksatsiya vaqtida to'lov oshganmi? Masalan, Hasan ota 67 yoshda. U 35 yil ishlab pensiyaga chiqqan. Pensiya tayinlanganiga 5 yil bo'lgan. U har oy deylik 1 million 800 ming so'm pensiya oladi. Lekin uning mehnat daftarchasida 1995 yildan 2001 yilgacha ishlagan korxona nomi bor. Ammo o'sha davr bo'yicha ish haqi ma'lumotnomasi pensiya hisobiga kiritilmagan. Nega? Chunki korxona yopilgan, arxivdan hujjat olinmagan. Mana shunday holatda Hasan ota men pensiyadaman, endi hech narsa o'zgarmaydi deb o'tirsa, ehtimol har oy kamroq pul olayotgan bo'lishi mumkin. Agar o'sha 6 yillik ish haqi yuqoriroq bo'lgan bo'lsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Yana bir misol. Oydin aya 16 yoshda 28 yil staj bilan pensiyaga chiqqan. U 3 farzandni voyaga yetkazgan, lekin hujjat topshirganda bolalarni parvarish qilgan davrlar to'liq hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlar bolalarim katta bo'lib ketgan, endi buning nima ahamiyati bor deb o'ylaydi. Aslida pensiya hisobida ayrim ijtimoiy davrlar qonunchilikda belgilangan tartibda stajga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh hujjatlari, familiya o'zgargan bo'lsa, buni tasdiqlovchi hujjatlar juda muhim. Bu guruhdagi pensionerlar xavotirni qachon olishi kerak? Agar pensiya juda past bo'lsa, stajingiz ko'p bo'lsa, yu pensiya miqdori shunga mos ko'rinmasa, mehnat daftarchangizda o'chirilgan, xato yozilgan joylar bo'lsa, eski korxonalardan ma'lumotlar olinmagan bo'lsa, pensiya tayinlanganda sizdan hamma hujjat so'ralmagan bo'lsa, albatta tekshirtiring. Kim xavotir olmasa bo'ladi. Agar pensiya yaqinda tayinlangan, barcha ish joylari elektron bazada ko'ringan, ish haqi ma'lumotlari to'liq olingan, sizga pensiya tayinlash qarori tushuntirilgan, har bir oshirishdan keyin to'lovingiz belgilangan tartibda oshib borgan bo'lsa, siz nisbatan tinch bo'lishingiz mumkin. Lekin shunda ham bir marta shaxsiy pensiya ishingizni tekshirtirish zarar qilmaydi. Ikkinchi guruhga 65 yoshdan oshgan, pensiya olayotgan, lekin rasmiy yoki norasmiy tarzda ishlashda davom etayotgan odamlar kiradi. Bu guruh juda muhim. Chunki ko'pchilik pensiyaga chiqdim, endi ishlasam pensiyam kesiladimi degan savoldan qo'rqadi. Men bu yerda asosiy farqni tushuntiraman. Rasmiy ishlash, shartnoma bilan ishlash, o'zini o'zi band qilish, yakka tartibdagi tadbirkorlik
va norasmiy ishlash bir xil narsa emas. Har birining pensiyaga ta'siri boshqa bo'lishi mumkin. Masalan, Rustam aka 68 yoshda. U pensiya oladi, lekin maktabda qorovul bo'lib ishlaydi. Ish beruvchi uni rasmiy ishga olgan, oylikdan soliq va badallar ushlab qolinyapti. Bunday holatda uning keyingi ishlagan davri kelajakda pensiyasini qayta hisoblashga asos bo'lishi mumkin, agar amaldagi tartib shuni nazarda tutsa. Ya'ni odam pensiyaga chiqqandan keyin ham rasmiy ishlagan bo'lsa. Bu davr bekorga ketdi deb o'ylamaslik kerak. Boshqa misol, Mavluda opa 65 yoshda bozorda savdo qiladi, lekin rasmiy ro'yxatdan o'tmagan. Daromadi bor, lekin hujjatda ko'rinmaydi. U men ham ishlayapman deydi. Lekin pensiya tizimi uchun asosiy narsa og'zaki gap emas, rasmiy tasdiqdir. Agar daromad, faoliyat, to'lovlar bazada ko'rinmasa, keyinchalik pensiyani qayta hisoblatishda foyda bermasligi mumkin. Bu guruhdagi eng katta xatolardan biri. Odamlar ish beruvchiga ishonib yuradi. Sizni rasmiy qildik deyishadi. Lekin aslida shartnoma yo'q, buyruq yo'q, soliq hisobotida ism yo'q. Pensioner esa 2-3 yil ishlab qo'yadi. Keyin shu yillarimni pensiyaga qo'shinglar desa, tasdiq bo'lmaydi. Shuning uchun men har bir ishlayotgan pensionerga aytaman. Ishga kirganingizda albatta mehnat shartnomasi nusxasini oling, buyruqdan ko'chirma so'rang. Oylik varaqasini saqlang, plastik kartaga tushgan ish haqi bo'yicha bank ko'chirmasini olib qo'ying. Yana bir nozik jihat, pensiyada ishlash sog'liqqa ham, huquqqa ham ta'sir qiladi. Ba'zi odamlar og'ir ishda ishlaydi, lekin tibbiy ko'rikdan o'tmaydi. 15 yoshdan keyin bunday beparvolik xavfli. Ish beruvchi sizni og'ir sharoitda ishlatsa, mehnat muhofazasi, ish vaqti, dam olish, kasallik varaqasi masalalarini bilishingiz kerak. Pensioner bo'lish mening huquqim kamroq degani emas. 3-guruhga oddiy pensiyadan tashqari alohida maqomi bor odamlar kiradi. Bular nogironligi bo'lgan pensionerlar, urush yoki mehnat faxriylari, yolg'iz yashovchi keksalar, boquvchisini yo'qotgan oila a'zolari, parvarishga muhtoj shaxslar, ijtimoiy yordamga ehtiyoji borlar. Shuningdek, ayrim sohalarda uzoq yillar ishlagani uchun imtiyozli tartibdan foydalanganlar bo'lishi mumkin. Bu guruhdagi eng muhim masala, odam faqat pensiya bilan cheklanib qolmasligi kerak. Ba'zan fuqaro qo'shimcha yordamga haqli bo'ladi, lekin buni bilmaydi. Natijada yillar davomida kam pul oladi yoki bepul xizmatlardan foydalanmaydi. Masalan, Salim ota 72 yoshda yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa shaharda. U yoshga doir pensiya oladi, lekin yurishi qiyin. Dori-darmonga xarajat ko'p. Agar u mahalla ijtimoiy xizmat organlari yoki tegishli tibbiy komissiyaga murojaat qilmasa, uning parvarishga muhtojligi rasmiy ko'rinmaydi. Rasmiy ko'rinmasa, unga berilishi mumkin bo'lgan yordamlar ham kechikadi. Yana bir misol. Zaynab aya 19 yoshda 2 guruh nogironligi bor. U pensiya oladi, lekin nogironlik muddati tibbiy ko'rik hujjatlari, reabilitatsiya vositalari bo'yicha arizalarni vaqtida yangilamagan. Natijada ayrim imtiyozlar to'xtab qolishi yoki kechikishi mumkin. Bu yerda asosiy xulosa. Alohida maqomga ega odamlar hujjat muddatlarini doim nazorat qilib borish kerak. Bu guruhda yana bir muhim holat bor. Bir nechta asos bo'yicha to'lov olish masalasi. Masalan, odam yoshga doir pensiyaga ham, nogironlik bo'yicha to'lovga ham, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha yordamga ham da'vogar bo'lishi mumkin. Lekin hammasini bir vaqtda olish mumkinmi yoki faqat bittasi tanlanadimi? Bu amaldagi qonunchilik va aniq holatga bog'liq. Shuning uchun qo'shnim shunaqa olyapti degan gap bilan ish tutmang. Sizning hujjatingiz, stajingiz, maqomingiz, oila tarkibingiz boshqa bo'lishi mumkin. Kimlar bu guruhda ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerak? Yolg'iz yashovchi 65 yoshdan oshganlar, doimiy dori ichadiganlar, nogironlik guruhi borlar, oila a'zolari vafotidan keyin hujjat rasmiylashtirmaganlar. Mehnat faxriysi yoki boshqa maqom bo'yicha guvohnomasi bo'lsa ham undan foydalanmayotganlar. Bunday odamlar mahalla, pensiya bo'limi, tibbiyot muassasasi va ijtimoiy xizmat organlari bilan aloqani uzmasligi kerak. 4-guruh. Hujjatlarda muammo bor. Staji to'liq tasdiqlanmagan yoki xorijda ishlagan pensionerlar 4-guruh eng xavfli guruh. Chunki bu yerda odam pensiya yoshiga yetgan yoki pensiya olayotgan bo'ladi. Lekin hujjatlari sababli pulini to'liq ola olmaydi. Bu guruhga mehnat daftarchasi yo'qolganlar, eski korxonalar tugatilganlar, arxiv ma'lumotlari topilmaganlar, familiyasi o'zgargan ayollar, harbiy xizmat davri kiritilmaganlar, sobiq ittifoq davrida ishlaganlar, boshqa davlatlarda mehnat qilganlar, norasmiy ishlaganlar kiradi. Masalan,
Karim aka 7 yoshda. U 1982 yillarda zavodda ishlagan. Zavod yopilgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor. Lekin muxira buyruq raqami noaniq. Pensiya tayinlanganda bu davrning bir qismi hisobga olinmagan. Karim aka davlat biladi-ku, men ishlaganman deb o'ylaydi. Afsuski pensiya hisobida hamma biladi degan tushuncha yo'q. Hujjat, arxiv ma'lumotnomasi, sud qarori yoki qonunda tan olinadigan boshqa dalil kerak bo'lishi mumkin. Boshqa misol. Dilbar opa turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan. Mehnat daftarchasida eski familiya, pasportda yangi familiya, nikoh guvohnomasi yo'qolgan. Pensiya olgan hujjatlarini solishtirganda savol tug'iladi. Bu daftarcha aynan shu odamnikimi? Mana shunday oddiy ko'ringan masala pensiya tayinlashni cho'zishi yoki qayta hisoblashga to'sqinlik qilishi mumkin. Shuning uchun ayollar, ayniqsa familiyasi bir necha marta o'zgargan bo'lsa, nikoh ajrim, familiya o'zgargani haqidagi barcha hujjatlarni tiklatish kerak. Xorijda ishlaganlar masalasi ham juda dolzarb. Masalan, odam 10 yil Rossiyada, Qozog'istonda, Turkiyada yoki boshqa davlatda ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin u davr pensiya stajiga qanday qo'shiladi? Bu ikki davlat o'rtasidagi kelishuvlar, to'langan badallar, rasmiy ish shartnomalari, migratsiya va soliq hujjatlariga bog'liq. Agar odam xorijda faqat og'zaki ishlagan, na shartnoma, na badal, na ma'lumotnoma bo'lmasa, keyinchalik bu davrni tasdiqlash juda qiyin bo'ladi. Bu guruhdagi odamlar eng ko'p qiladigan xato endi kech bo'ldi deb hujjat izlamaydi. Aslida kech bo'lmasligi mumkin. Arxivga so'rov berish, sobiq korxonaning huquqiy vorisini topish, sud orqali faktni belgilash, guvohlar masalasini o'rganish, eski kasaba uyushmaviy kadrlar bo'limi hujjatlarini qidirish mumkin. Bu vaqt oladi. Lekin natijada pensiya har oy 100 ming, 200 ming, hatto undan ko'proq oshsa, bir yil ichida bu sezilarli summaga aylanadi. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi tuzoq, pensiya miqdori faqat yoshga bog'liq emas. Men 65 dan oshdim, demak ko'proq olishim kerak degan fikr har doim ham to'g'ri emas. Pensiya miqdoriga staj, ish haqi, to'lovlar, hujjatlar, maqom va qonunchilikdagi indeksatsiya ta'sir qiladi. Ikkinchi tuzoq. Hamma oshirishlar bir xil ta'sir qilmaydi. Ba'zan pensiya bazaviy miqdorlar oshishi bilan oshadi, ba'zan minimal kafolatlar o'zgaradi, ba'zan ayrim toifadagi pensionerlarga qo'shimcha belgilanadi. Shuning uchun falonchining pensiyasi 300 mingga oshibdi, meningki 20 mingga oshdi deb darrov xulosa qilmang. Avval hisoblash asosini tekshirish kerak. Uchinchi tuzoq. Elektron bazada yo'q davr avtomatik hisobga olinmaydi. Ko'pchilik mening mehnat daftarcham bor-ku deydi. Mehnat daftarchasi muhim, lekin u to'g'ri to'ldirilganmi, yozuvlar tasdiqlanganmi, muhr o'qiladimi, buyruq raqami bormi, ish haqi ma'lumoti bormi? Mana shular hal qiluvchi bo'lishi mumkin. To'rtinchi tuzoq, qarindoshlar nomidan murojaat qilish. Keksalar ko'pincha o'zi yurib bora olmaydi, farzandi yoki nabirasi boradi. Bunday holatda ishonch nima? Shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Men o'g'liman degan gapning o'zi davlat idorasida yetarli bo'lmaydi. 5-nozik jihat, bank kartasi va naqd pul. Ba'zi pensionerlar kartasini boshqalarga berib qo'yadi. Bu juda xavfli. Karta, pin kod, SMS xabarlar boshqa odam qo'lida bo'lsa, pensiya pulini nazorat qilish qiyinlashadi. Men pensionerlarga doim aytaman. Kartangizni hech kimga to'liq topshirib qo'ymang. Agar yordam kerak bo'lsa, ishonchli odam bilan bankka boring, lekin pul harakatini o'zingiz bilib turing. 6-nozik jihat, ortiqcha to'lov va qaytarish talabi. Agar odam noto'g'ri ma'lumot bergani yoki hujjat o'zgarishini vaqtida bildirmagani sababli ortiqcha pul olgan bo'lsa, keyin bu pulni qaytarish talab qilinishi mumkin. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov olayotgan oila tarkibida o'zgarish bo'lsa yoki nogironlik muddati tugagan bo'lsa, tegishli organlarga vaqtida xabar berish kerak. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. Qaysi guruhga kirishingizni aniqlang. Siz ishlamaydigan oddiy pensionermisiz? Pensiyada turib ishlayapsizmi? Qo'shimcha maqomingiz bormi? Yoki hujjatlaringizda muammo bormi? O'zingizga shu savolni bering. Ikkinchi qadam. Pensiya hujjatlaringizni bitta papkaga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv javoblari, nogironlik bo'yicha tibbiy hujjatlar, bank rekvizitlari,
hammasini alohida saqlang. 3-qadam pensiya bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib pensiya ishingiz bo'yicha tushuntirish so'rang. Siz mening pensiyam qaysi staj va qaysi ish haqi asosida hisoblangan, qaysi davrlar kiritilgan, qaysi davrlar kiritilmagan, qayta hisoblash uchun qanday hujjat kerak deb aniq so'rashingiz kerak. 4-qadam agar eski ish joylaringiz bo'lsa, arxivga so'rov bering. Korxona yopilgan bo'lsa ham hujjatlar shahar, tuman yoki viloyat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. So'rovda korxona nomi, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, taxminiy bo'limingiz, familiyangiz o'sha paytda qanday bo'lganini yozing. 5-qadam ishlayotgan pensioner bo'lsangiz, ish beruvchidan rasmiy tasdiqlarni oling. Mehnat shartnomasi, buyruq oylik varaqasi, soliq to'lovlari aks etgan ma'lumotlar keyinchalik sizga kerak bo'lishi mumkin. 6-qadam alohida maqomingiz bo'lsa, mahalla va ijtimoiy xizmat organlariga murojaat qiling. Yolg'iz yashasangiz, parvarishga muhtoj bo'lsangiz, nogironligingiz bo'lsa, dori-darmon xarajatingiz og'ir bo'lsa, buni yashirmang. Rasmiy murojaat qilinmasa, tizim sizning muammongizni ko'rmasligi mumkin. 7-qadam har bir murojaatni yozma qiling. Og'zaki borib qaytish ko'pincha natija bermaydi. Ariza yozing, ro'yxatdan o'tkazing, kirim raqamini oling. Javobni yozma talab qiling. Agar rad javobi berilsa, sababini yozma ko'rsatsin. Shunda keyingi bosqichda shikoyat qilish yoki hujjat to'ldirish oson bo'ladi. 8-qadam farzandlar va nabiralar keksalarga yordam bersin. 65 yoshdan oshgan odam ko'pincha hujjat, navbat, elektron xizmat, SMS, ilova kabi narsalarda qiynaladi. Lekin yordam beraman deb pensiya kartasini olib qo'yish emas, balki hujjatni tartibga solish, ariza yozish, idoraga birga borish kerak. Demak, 2026 yilda pensionerlar uchun eng muhim savol. Men qaysi guruhdaman? 1-guruh oddiy yoshga doir pensiya olib ishlamayotganlar. 2-guruh pensiya bo'lsa ham ishlayotganlar. 3-guruh qo'shimcha maqom, imtiyoz yoki ijtimoiy yordamga ehtiyoj borlar. 4-guruh esa hujjatlarda muammo, stajida uzilish yoki xorijda ishlagan davr bor pensionerlar. Men sizga maslahat beraman. Bugun hujjatlaringizni tekshiring, pensiya hisobingizni aniqlang. Tushunmagan joyingizni yozma so'rang. Har oy keladigan pensiya kichik farq bilan ham yillar davomida katta pulga aylanadi. Kommentariyada yozing. Siz yoki ota-onangiz qaysi guruhga kirasiz? Pensiya hisobida muammo bo'lganmi? Staj kiritilmagan holat bo'lganmi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni 65 yoshdan oshgan yaqinlaringizga albatta yuboring.